Javed Axtar sohibdan fikr bildirishni so'rayman. Xohlasangiz, o'tirgan holda gapirishingiz mumkin. Avvalo, muftiy sohibga bir yaxshi xabarni aytmoqchiman. Ilm-fan sohasidagi bilimlarim juda kam. Shuning uchun bu borada tashvishlanmang. Bu Xudo haqidagi dalil yangi emas. U asrlar davomida mavjud bo'lib kelgan. Ba'zi dinlar 3-4 ming yillik bo'lishi mumkin. Inson esa Homo sapiens sifatida taxminan 10-12 ming yildan beri mavjud. Har doim nimagadir ishonch bo'lgan. Bu e'tiqodlar nodon odamlar uchun emas edi. Xudo obrazi yangi emas. U asrlar davomida mavjud bo'lib kelgan. Masalan, qadimgi Misrliklarda bunday e'tiqod bo'lgan. Ular piramidalarni qurgan. Rimliklarda ham bo'lgan. Ularning o'z me'morchiligi va senati mavjud edi. Aholi soni cheklangan bo'lsa-da, aynan ular demokratiyani yaratgan. Ularning o'z Yupiteri, o'z rasi, o'z vulkani bo'lgan. Ularning e'tiqodlari bugungi odamlar e'tiqodlaridan kam emas edi. Xristianlik Yevropaga kelishidan oldin u yerda German dini mavjud bo'lgan. U yerda qudratli bir xudo bo'lgan. Uning sodiq xotini, 2 jasur o'g'li va go'zal qizi bor edi. Xristianlik kelgach, bu dunyo go'yoki butunlay yo'q bo'lib ketgandek tuyuldi. Agar siz ularga ishonganlarni johil deb atasangiz, bu noto'g'ri bo'ladi. Ular o'z davrining juda qobiliyatli insonlari edi va buyuk ishlarni amalga oshirganlar. Vaqt o'tishi bilan bu dunyoda hamma narsa o'zgaradi. Ammo bu muhim savolda har bir jahon dini sizdan eng asosiy narsani, samimiy iymonni talab qiladi. Xo'sh, iymon aslida nima? Iymon bilan oddiy ishonch o'rtasidagi farq nimada? Agar kimdir, agar Xudo mavjud bo'lsa, uni menga ko'rsating desa, bu juda sodda va hatto biroz ahmoqona bo'lardi. Men Shimoliy qutb mavjudligiga ishonaman. Nega? Chunki yer bo'lsa, uning yuqori nuqtasi bo'lishi kerak. U yerga borgan odamlar bor, guvohlar bor, sabablar bor. Bu iymon emas, bu ishonchdir. Xo'sh, iymon bilan ishonch o'rtasidagi farq nimada? Iymonda dalillar, ratsionallik, mantiq va tasdiqlar bo'lmaydi. Agar siz biror